Assalomu alaykum, hurmatli mening aziz kuzatuvchilarim, bormisiz, omonmisiz? Barchangizga yaxshi kayfiyat. Tvorojniy sir. Bu mahsulot do'konlarda juda qimmat, hatto Rossiya do'konlarida, ammo shu pishiriqlarimiz uchun juda ham kerak bo'lgan mahsulot. Ana shu mahsulotni uy sharoitida tayyorlashni ko'rsatmoqchiman sizga. Buning uchun bizga bitta tvorog kerak bo'ladi. Albatta siz xohlagancha olishingiz mumkin, qancha tayyorlanishi o'zingizga bog'liq. Bir osh qoshig'ida olivka moyi, 50 milli sut kerak bo'ladi. Ana endi buni yaxshilab blenderdan o'tkazib olamiz, qadrli do'stlar. Mana qadrli do'stlar, qisqa vaqt ichida ko'p bo'lmagan mahsulot evaziga eng qimmat bo'lgan tvorojniy sirni uy sharoitida tayyorladik. Mana ruscha aytganda gustoy bo'lib chiqdi, ya'niki meni olgan tvorogim 9% lik edi. Ko'rib turganingizdek, ham foydali, ham hamyonbop. Albatta tayyorlab ko'ring, sizga ham xush yoqadi va turli tuman pishiriqlar pishirishda sizga as qotadi. Sog' bo'lasizlar.